Zelenskiy orqaga qadam tashladi, Ukraina Seversk shahrini ham yo'qotdi. G'azodan chiqish bekor qilindimi? Isroil yangi doimiy strategiyani ochdi. Kim Chen In qizi bilan yangi ochilgan mehmonxonalarga bordi. Tramp Grenlandiyani AQSh tarkibiga qo'shib olishga jiddiy kirishdi. Ilhom Aliyev nega MDHning norasmiy sammitida qatnashmagani aytildi. Ukraina bo'ylab yopirilmas zarba, qurbonlar bor, 3 oblast elektrdan uzildi. Zelenskiy orqaga qadam tashladi, Ukraina Seversk shahrini ham yo'qotdi. Donetsk viloyatining Baxmut tumanidagi Seversk shahridan ukrainalik harbiylar jangchilarning hayotini saqlab qolish va bo'linmalar jangovar qobiliyatini asrash maqsadida chekinishga majbur bo'ldi. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi xabar berdi. Bosh shtabda ta'kidlanishicha, Seversk atrofida og'ir janglar davom etmoqda. Shaharning o'zi esa hanuzgacha Ukraina qurolli kuchlarining o't ochish nazorati ostida qolmoqda. Rasmiy bayonotda Rossiya qo'shinlari Seversk yo'nalishida katta son jihatidagi ustunlik va murakkab ob-havo sharoitida kichik shturm guruhlari orqali doimiy bosim o'tkazish hisobiga oldinga siljishga erishgan edi. Dushman bo'linmalarining yanada oldinga harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida ularni bloklash choralari ko'rilmoqda, deyiladi xabarda. Harbiy mavzulardagi Deep State nomli jamoatchilik sahifasi xaritasida Seversk shahri 13 dekabrdan buyon to'liq Rossiya nazoratida yoki kulrang zona sifatida ko'rsatilgan. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi esa 11 dekabr kuni Seversk ustida nazorat o'rnatilganini e'lon qilgan edi. O'shanda Ukraina tomoni shahar uchun janglar davom etayotganini bildirgan. Rossiya harbiylarining ta'kidlashicha, Severskning egallanishi Rossiya qo'shinlariga Severskdan taxminan 40 kilometr uzoqlikda joylashgan Slavyansk yo'nalishida hujumni rivojlantirish imkonini beradi. G'azodan chiqish bekor qilindimi? Isroil yangi doimiy strategiyani ochdi. Isroil mudofaa vaziri Katz 23 dekabr kuni xavfsizlik nuqtai nazaridan yahudiy harbiylar G'azo sektoridan hech qachon to'liq chiqib ketmasligini va anklavda harbiy fuqarolik bo'linmalari tashkil etilishini ma'lum qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Vazirning ushbu bayonoti Isroil va Hamas tomonidan oktyabr oyida imzolangan AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlangan tinchlik rejasiga zid hisoblanadi. Mazkur kelishuvga ko'ra, Isroil harbiylari qirg'oq bo'yidagi anklavdan bosqichma-bosqich to'liq chiqib ketishi va u yerda fuqarolik turar joylari qayta tiklanmasligi kerak edi. Katz o'z nutqida 2023-yil 7-oktyabrdagi hujumlarni eslatib o'tib, bunday hodisalar takrorlanishining oldini olish uchun armiya hududda qolishi shartligini ta'kidladi. Biz G'azoning ichkarisidamiz va G'azoni hech qachon butunlay tark etmaymiz. Bunday holat aslo sodir bo'lmaydi. Biz u yerda himoya qilish va sodir bo'lgan voqealarning oldini olish uchun turibmiz, dedi u. Shuningdek, vazir Isroil o'z fuqarolarini himoya qilishda boshqa hech kimga ishonmasligini, shu sababli Livan va Suriyada ham bo'lishi zarurligini qo'shimcha qildi. Bosh vazir Netanyahuning idorasi hozircha mudofaa vazirining ushbu so'zlariga izoh berishdan bosh tortmoqda.